Assalomu alaykum Ilon baliq Toshkent kanali obunachilari hamda ilon baliq boqishga qiziqayotgan aka-ukalarimiz diqqatiga. Xudo xolasa bizdagi bugungi holat yana bitta machni balig'imiz ikra tashlagan edi, ochib chiqdi. Xudo xolasa mana bolalari tegida yuribdi. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu e'tibor qilishingizni so'rayman. Mana shu o'rtaga mana qorayib turibdi. Bu yog'ida mana bitta turibdi, bu tomonda ham mana. Akalar. Bilmayman soni shu 6 mingta 7 mingta bo'lsa kerak. Tayida onasi ham yuribdi. Xudo xolasa endi buni mana yurishni boshladi, ajratib olamiz. Shu ilon baliq boqib yurgan, yaqinda boshlagan aka-ukalarimizga tavsiya. Balig'ini ikra tashladimi? Iloji boricha mana shunaqa yurgandan keyin kamerada bilmadim ko'rinyaptimi yo'qmi, mana shu yurganidan keyin iloji bo'lsa 3 kun 4 kunning ichida ovosinglar, ovoldinglar, bo'lmasa usholmay qolasizlar. Chochilib ketib qoladi va ilon baliq hamda lichinkasi shustri bo'lib ser harakat bo'lib qolgandan keyin usholmay qolasizlar. Shuning uchun hushyor bo'lib ikra tashladim. Ikra tashlagandan keyin poylab turinglar. 2 kun 3 kunning ichida o'sha ikralar ochib chiqadi. Ochadigani o'zi sirazi ochadi. Qolgani orasida nima desam ekan? Nobud bo'lib qoladi, ya'ni tuxumlari ochilmaydi shuning uchun. Mana ko'ringlar, ya'ni hovuzchalarni mana shunaqa holatda saqlasanglar bo'ladi. Ko'rgan bo'lsanglar, bironta bir o'rib tashalgan qamishlar yo'q. Va shu uchun ham suvimiz juda bir aynib ketmagan, yaxshi holatda. Keyin yana bitta narsa, mana ko'rib turganlaringizdek mana bu ko'k mayda shu gulga o'xshagan mana bunaqa baqatollarni iloji bo'lsa har xarda olib turinglar. Chunki tozalab mana bunaqa ochiq joylarini qoldiringlar. Sababi bu narsa ko'payib ketib qolsa, kislorodni bekitib qo'yishi mumkin. Chunki katta baliqlar tepadan chiqib turib, ya'ni ilon baliqlar tepadan havo oladi, ularga hech narsa qilmaydi, zarari yo'q unga. Mayda lichinkalaringlar katta bo'lib qolgandan keyin lichinkalar pastga qarab uradi o'zini. O'sha paytda kech payt kislorodni bo'g'ib qo'yganiga lichinkalarni nobud qilib qo'yishinglar mumkin. Mana shunaqa holatda tursa bo'ladi. O'zingizlarga ham oson. Agar qamitchi o'rib tashlaydigan bo'lsanglar akalar, suvinglari bir pasda achitib yoradi. Rasvo bo'lib ketadi. Mana hozirlarga ko'rsatib beraman. Mana suvimiz ko'karib ham ketmagan, yaxshi holatda. Mana qanchaligini bilmadim, kamerada ko'rinyapti. Mana shunaqa holatda saqlasanglar, ilon baliq komfort hayotda yashayotgan bo'ladi va o'zingizlar uchun ham vaqtinglarni tejagan bo'lasizlar. Balig'inglarni nobud qilib qo'ymaysizlar. Shu bilan obzorimizga, ya'ni videomizga yakun yasaymiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosib podeshka qilishinglarni, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsanglar manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Xudo xolasa kimga lichinka kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilasizlar. Ya'ni hozirda sotuvimizda mana shunaqa kichkina bolalardan bor. Faqat endi navbat bo'lgani uchun navbat bilan birin-ketin yetkazib beramiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuninglar xayrli o'tsin. Aytgancha mana bu balig'imiz bor deb aytdim. Mana machni. Katta zakazimizdan qolgan 9 ta machni balig'imiz bor. Endi buni men bolalarini olganman. Endi ilon baliq shunaqa narsaki, bunaqa katta ilon baliqlar birdaniga ikrasini bitta vaqtda o'zida tashlab olmaydi. Kuzga borib ham, xudo xolasa mana bu avgust oylariga yana ikra tashlashi mumkin. 50 kunlik. Agar tashlamasa, aniq keyingi yilga tashlaydi. Faqat bu yoqda hozir mana ayollar masalan ushlab ko'rsataman. Mana kerak. Qanchalik ko'rinyapti bilmayman. 9 ta shunaqasi bor. Uzunligi necha deb qiziqadigan bo'lsanglar, eng kichkinasi 60 cm. 50-60 cm. Oldi 70-80. Mana bu yerda mana kattalari ham bor mana. Xudo xolasa mana shu narsani agar bu yil ikra tashlamasa ham, keyingi yilga tashlaydigan bo'lsa ham sizlarni xursand qiladi. Bular bitta ikra tashlaganda ham o'zi ham kami 5 mingta ikra tashlaydi. Ko'pi bilan 10 ming, 15 minggacha tashlaydi akalar. Faqat endi bunga katta shu erkagidan qo'shib qo'yasizlar. Endi biz o'zimiz ayolidan zakaz bo'lgani uchun faqat ayolini to'g'ridan ushlaganmiz. Shu bitta akamizga katta zakaz bo'lgani uchun qilib berdik. Kilosini 75 mingdan sotamiz akalar.
Mana yana bitta ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Mana o'rtaligi. Xudo xolisa 9 dona qoldi. Mana shuni kimga kerak bo'lsa olib ketsanglar. Shu joyimizni bo'shatamiz, lichinkalar solamiz bu joyga, xudo xolisa. Okalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kuninglar xayrli o'tsin.